uylanib ayolini tarbiyalaguncha, oilasini tartibga keltirguncha ancha qiynalib, adabini yeb qolgan odam aytgan ekan. Mendan avval uylanganlardan ham xafaman, mendan keyin uylanadiganlardan ham xafaman. Uylandi, ayolini, oilasini tartibga keltirguncha ancha qiynaldi, adabini yedi, tajribali bo'lib qoldi. Endi shuna deyapti. Ha nimaga o'zingdan burungilardan xafasan? Shuncha qiyinchilik bor ekan, xotinni tarbiya qilish, oilani o'rniga keltirishlik. Mendan burungilar shu boshida o'tkazgan tajribasini menga o'rgatmagan ekan. Ulardan shuning uchun xafaman. O'zingdan keyin uylanadiganlardan nimaga xafasan desa, meni shuncha tajriba to'plaganimda bittasi kelib so'rab foydalanmayapti. O'shundan xafaman deydi.